لغتي فيها خلودي، لغتي فيها وجودي، لغة القرآن أنت وصلاة العابدين، ومن الإعجاز جئت رحمة للعالمين. لغة القرآن أنت وصلاة العابدين، ومن الإعجاز جئت رحمة للعالمين، ومن الإعجاز جئت رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli talabalar, mana sizlar bilan sarfdan boshlagan darsimizni davom etkazamiz. Biz Janoh Tolibdan 32-sahifaga yetib kelgan ekanmiz. Qo'shimcha dars. Sulosiy mujarrad masdarlari. Qaranglar. Sulosiy mujarradda nechta fe'l bor? Nechta bob bor? Sulosiy mujarradda 6 ta nima bor? 6 ta bob bor. Buni o'tgan darsda biz yodladik, to'g'rimi? Kim aytib beradi? Qani? فعل يفعل افعل، ضرب يضرب اضرب، فعل يفعل افعل، نصب ينصب انصب، فعل يفعل افعل، منع يمنع امنع، فعل يفعل افعل، سمع يسمع اسمع، فعل يفعل افعل، فعل يفعل افعل، نعم ينعم انعم، نعم ينعم انعم، فعل يفعل افعل، شرف يشرف يشرف. Yaxshi. Mana shu sulosiy mujarradni 6 bobi. Fe'llar, sulosiy mujarrad fe'llar shundan tashqariga chiqmaydi. 7-inchisi yo'q. Tushundiringmi? Biz o'tgan darsda tushuntirdik buni. Bu mutaaddi bo'lib keladi, lozim bo'lib keladi va hammasini biz o'tgan darsda bildik. Endi qaranglar. Bugungi darsimiz masdar. Masdar degan nima degani? O'zbek tilida ham o'zi masdar. O'zbek tilida manba yoki asl deb nomlanadi. Tushundilaringmi? Masdar degani nima degani ekan? Manba, bir narsani bir narsaga borib taqalishi, aslisi deganlar. Ya'ni masdaru shay ay asluhu degan. Bir narsani masdari uni aslisi degan. Insonda masdari nima? Odam alayhisalom. Demak, Adamu masdarul xalqi desak bo'ladi. Odam xalqning masdari, ya'ni manbai. Yomg'irning masdari nima? Osmon. Demak, as-samau masdarul matar. Tushundingmi? Ya'ni osmon, ya'ni yomg'ir qayerdan tushadi? Yoki al-ummu masdarul hanan desak. Al-ummu masdarul hanan desak. Nima degani? Ona mehribonlik masdari. O'zi hanan degani nima degani? Mehribon degani. Rahmdil. Inson tugur hayvon ham bolasiga rahm qiladi. Qo'y bermaydi-da. Tushundilaringmi? Demak, masdar nima ekan? Masdar degan demak asli degani ekan. Al-ummu masdarul hanan. Ona mehr manbai desak. Ona mehr manbai. Yoki al-abu masdarul infaq desak. Ota xarajat manbai. To'g'ri? O'lguncha bolam deb o'tib ketadi-da. Uy quradi bolam uchun. Bir narsa topib keladi bolam uchun. Birov to'xta demasa ham, to'xta desa ham qilaveradi. Yo'q, farzandlarim ko'p, o'qishim kerak, uylashim kerak, joylashim kerak, u qilib nima bo'lsa bolalarim bor. Demak, ota masdar manbai. Masdar
ya'ni o'zbekchasi bildikki nima ekan? Endi arab tilida birinchi mastar paydo bo'lganmi yoki fe'lmi? Bunda katta xilof bor. Men sizlarga bu ma'lumot uchun aytyapman. Inshaalloh mastarda yana bu yoqda keladi mastar. Oddiygina mastarni tushuntiryapman. Birinchi ismlar paydo bo'lganmi? O'zi mastar ism, to'g'rimi? Ish harakat nomini anglatuvchi bitta ism. Zamonga daxli yo'q. Mutlaq zamonni o'z ichiga qamrab oladi. Masalan, dorbun desak, urmoq yoki urish. Bir ish harakatni nima? Ismi. Urish. U zamonga nima? Muayyan bir zamonga daxli yo'q. Muayyan bir zamonga dalolat qilmaydi. Masalan, doroba desak, urdi desak, o'tgan zamonga dalolat qilyapti. To'g'rimi? Muqayyad. Demak, birinchi ism, ya'ni mastar paydo bo'lganmi yoki fe'lmi deganda Kufali va Basralilarda ixtilof bor. Kufalilar birinchi nima deydi? Birinchi fe'l paydo bo'lgan, fe'ldan keyin mastar qilinadi deydi, ammo Basralilar esa yo'q, birinchi ism paydo bo'lgan. Keyin u ismdan, masalan, dorbun degan ism paydo bo'lganda, undan keyin doroba, yadribu, idrib, kitabatun degan mastar paydo bo'lganda, undan kataba, yaktubu, uktub degan fe'llar chiqqan deydi. Kimlar? Basralilar. Lekin rojih ham shu Basralilarki. Nima uchun? Chunki Misrli Shayx Ayman Amin Abdul G'ani degan kishi bor. Nahvu sarf bo'yicha doktor u kishi. Eng kuchlilardan, hozirgi biz zamonamizda eng kuchli nahvu sarfdan yetuk bir olim odam. Misrda o'qiydigan bolalar bo'lsa, shu yerda foydalansa bo'ladi. U kishi Musallasda, Hayl Ashirda Musallasda atrofida turadi. Shu yerda Misrda o'qiydiganlar tushunadi uni. Shu atrofda yillar, necha yillardan beri shu nahvu sarfdan dars berib keladi. U kishini Mavsu'atush Shamila fi nahvi va sarf degan bir kitobi bor. Mavsu'atush Shamila. Umumiy nahv va sarfda ma'lumotlarni yig'gan kitob. 8 mujalladli kitob. Shunda nima uchun 8 ta nimani olib kelgan? Birinchi ism paydo bo'lganligi haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lsanglar, shu kitobni olsanglar bo'ladi. Xullas shu. Unda bir oyatlar keltirgan va allama adamal asma'am yo af'alam. Xullas dalillarni olib kelgan. Birinchi odam alayhisalomga Alloh taolo ismlarni o'rgatdi. Ey odam, masalan, bu ustol, bu ruchka, bu kitob, hamma narsa va allama adamal asma'a kullaha. Bu masalan qush, kabutar, hammasini ismini Alloh taolo odam alayhisalomga o'rgatdi. Hamma narsa. Xullas shu. Demak, masdar nima degani ekan? Asl, manba degani. Endi biz o'tgan darsda sulosiy mujarratni 6 bobini o'rgandik. Sulosiy mujarratni 6 bob. Fe'l olib keldi, muallif rahimahulloh, mozi fe'lini olib keldi, mudori fe'lini olib keldi, amr fe'lini olib keldi, masdarini olib kelmadi. Nima uchun masdarini olib kelmadi desa, chunki sulosiy mujarratlarda bir muayyan bir belgiga ega emas masdarlar. Masalan, o'zbek tilida masdar qilmoqchi bo'lsak, bir narsani masdar qilmoqchi bo'lsak, moq yoki ish qo'shib uni masdar qilib qo'yamiz. Masalan, yugurdi bo'lsa, yugurmoq desak masdar bo'lib qoladi. Urdi bo'lsa urish yoki urmoq, urishish. Lekin arab tilida, ya'ni xossatan sulosiy mujarratda, ya'ni sulosiy mujarrat degani nima degani? Asli harflari 3 ta. Sulosiy mujarratda muayyan bir vaznda kelgan emas. Ammo mazidlarda esa keladi. O'zi masdar demak 2 ga bo'lindi. Masdar qiyasi va masdar sam'i. Masdarul qiyasi bu hali sulosiy mazidlarda o'tamiz, 12 ta bobini. Unda aniq keladi. Masalan, af'ala yuf'ilu af'il if'alan yoki if'alun masdari aniq keladi. Fa'ala yuf'ilu fa'il taf'ilan yoki taf'ilun.
Xullas mastari aniq ular. Uni qiyosiy deyiladi. Ammo sam'isi esa nima? Sulosiy mujarraddik. Uni faqat lug'at kitoblaridan qarab bilinadi yoki arablardan eshitib yodlanadi. Mutaxassis ustozlardan eshitib yodlanadi mastar. Lekin shunday bo'lsa ham muallif rahimahulloh ba'zi bir belgilarga qarab turib mastarlarini topsa bo'ladi. Ba'zi bir kitob qaramasdan ba'zi bir belgilarga qarab turib, demak bu fuulun vazni ekan, bu fa'alun vazni ekan, bu fa'alun vazni ekan deb turib bilib olish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham bugungi darsimiz sulosiy mujarradni mastarlarini qisman, lekin albatta sizlar nima kitobga murojaat qilasizlar. Albatta kitobga qarab turib, mozisi, muzoriyisini men o'tgan safar o'rgatdim nimadan? Lug'at qanday topishlaydi. Xuddi shunda qilsanglar oldiga mastarini yozib qo'yadi. Mastarini yodlanadi. Darsimiz boshlaymiz. Sulosiy mujarrad mastarlari. Sulosiy mujarrad binosidagi fe'llarning mastarlari umumiy bir vaznda kelmagan. Shuning uchun yuqorida har bir bob mastarining vaznini o'z o'rnida ko'rsatib o'tmadik. Yuqorida masalan kechagi darsda fa'ala yaf'ulu if'il mastari yo'q. Daraba yadribu idrib darbun degan mastari yo'q, yozmagan. Chunki muayyan bir vaznda kelmaydi. Sulosiy mujarrad fe'llarning mastarlari 40 tagacha vaznda bo'lishi kuzatilgan. Yapsam 40 tagacha vaznda. Har bir fe'lning mastarini aniqlash uchun lug'at kitoblariga murojaat qilinadi va yodda saqlanadi. Lekin mashitdan boshlaymiz. Lekindan keyin boshlaymiz. E'tibor berasizlar. Lekin kitobimizni olamiz, qalam. Mozisi fa'ala bo'lgan avvalgi 3 bobda lozim fe'llarning mastarlari ko'pincha fuulun vaznida kelishi kuzatilgan. Mozisi fa'ala bo'lgan 3 bobda. Fa'ala. Yana fa'ala. Ikkinchi bob, birinchi bob, ikkinchi bob fa'ala. Uchinchi bob ham fa'ala. Uchala bob ham fa'ala, fa'ala, fa'ala. Birinchi bobda muzorisini ayni qanaqa edi? Kasrali. Mana kasra qo'yib qo'yamiz mana. Demak fa'ala yaf'ilu. If'il. Ikkinchi bobniki demak domma qo'yib qo'yamiz. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Misoli nasara yansuru unsur. Uchinchisi fa'ala fathatan. Fa'ala yaf'alu if'al. Misoli mana'a yamna'u yamna. Yana fataha nahada. Buni qanday ajratib oldik? 3-bob. Fa'ala yaf'alu bobida eslaydi yo'q. Eslataman. Ana. Bo'g'iz harflari bor. Demak, mana shu uchala bobda kelgan lozim fe'llarni mastar qaysi vaznda kelar ekan? Fuulun vaznda kelar ekan. Qarang, qaysi vaznda? Fuulun. Esda qolsin. Mana shu vaznda, mana shu bobda kelgan mutaaddi emas, lozim fe'llar mastari ko'pincha fuulun vaznda. Misolda qaranglar. Birinchisiga jalasa yajlisu ijlis mastari julusun. Jalasa yajlisu ijlis julusun. Dakhala
yadkhulu udkhul dukhulun. Qaysi misol keldi? Mana yamna imna to'g'ri keladimi? Ha? Nuhudun. Ko'ryapsizlarmi mana? Demak, jalasa lozim fe'l. Shuning uchun ham fuulun vazni keldi. Ikkinchisiga qaysi misol keltirdik? Ha? Dakhala. Dakhala qanaqa fe'l? Lozimmi mutaaddimi? Lozim fe'l. Shuning uchun ham duxulun keldi. Uchinchi misol nahado. Nahado nima degani ekan? Turmoq. Shuning uchun ham fuulun vazni keldi. Esda qolinglar. Lozim fe'l. Men so'rayman. Qilib bo'lgandan keyin so'rayman har birlaringdan. Demak, birinchi vaznimiz fuulun vazni. Endi to'rtinchi fa'ila yaf'alu bobida esa lozim fe'llarning masdari ko'pincha fa'alun vaznida keladi. To'rtinchi bob qaysi edi? Fa'ila yaf'alu if'al. To'rtinchi bob fa'ila. Mudorisi Yaf'alu. yaf'alu fatha. Yaf'alu if'al. Mana shu to'rtinchi bobda kelgan, mana shu bobda kelgan lozim fe'llarning masdari nima ekan? Fa'alun vaznida. Mana ikkinchisi mana. Fa'alun. Fa'alun. Birinchisi fuulun, ikkinchisi fa'alun. Misol. Fariha yafrahu ifrah masdari farahun. Buni kitobga qaranglar. Fariha yafrahu farahun. Atisha ya'tashu atashun. Kim tushunmayapti? Tushunyapsizlarmi? Alhamdulillah. Demak, ikkita o'tdik. Endi qaranglar. Bu 4 bobda mutaaddi fe'llarning masdari aksar fa'lun vaznida keladi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bob. Lozim fe'llar masdari. Uchala bobda lozim fe'llar masdari fuulun, to'rtinchi bobda lozim fe'llari fa'alun vaznida keldi. Endi shu to'rala bobda kelgan mutaaddi fe'llar qaysi vaznda ekan? Ha? Fa'alun? Fa'lun. Uchinchisi fa'lun. 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 Misoli. Rafada mudorisi. Yarfidu rafdun. Rafada yarfidu rafdun. Rafada nima degani ma'nosi? Ha? Ha, berdim. Mutaaddimi lozimmi? Mutaaddi bo'lganligi uchun fa'lun vaznida kelyapti. Ikkinchisi rafada yarfudu rafdun. Tashlamoq. Rafada yarfudu rafdun. Ammo rafada yarfidu bo'lib ham kelaveradi. Ikki bir xil ma'noda. Rafada yarfudu, rafada yarfidu bo'lsa ham nima ekan? Rafdun ma'nosida kelyapti. Rafada yarfudu rafdun tashlamoq. Khaba'a yakhba'u khab'un. Khaba'a nima degan? Yashirmoq. Yashirmoq. Khaba'a yakhba'u khab'un. Khab'un. Hamida yahmadu hamdun. Maqtamoq bu ham mutaaddi. Tushundaring? Oson-a? Alhamdulillah. Demak,
bitta, ikki, 3 ta bobda o'tdik. 3 ta bobda fuulun, fa'lun vaznlarni qisman zehnlaringda jamladinglar. Endi qaranglar. 6-chi fa'ula yaf'ulu bobining masdari ko'pincha fuulun yoki fa'alatun vaznlarida bo'ladi. Qaysi vaznlarda? Qaranglar. 6-chi bob qaysi edi? Fa'ula. O'zi fa'ula bo'ldimi, demak yaf'ulu bo'ladi. U sobit. Sobit degani la yatag'ayyar, o'zgarmaydi. Fa'ula bo'lib keldi mozisi, o'ylamasdan mudorisini ham yaf'ulu deylar. Ayn bobini. Ayn moziyda ham ayniga qaraymiz. Bizning ko'nglimiz nimada, ko'zimiz nimada bo'ladi? Aynul kalima. Kalimani aynida bo'ladi. Shunga e'tibor beringlar. Bu vaznda qaysi boblar kelar ekan? Fu'ulatun yoki fa'alatun. Fu'ulatun yoki fa'alatun. Fu'ulatun yoki fa'alatun. Fu'ulatun yoki fa'alatun vazda kelar ekan. Misoliga qaranglar. Misoliga. Sahula muzorisi yashulu masdari suhulatun. Osonlashmoq. Bu bobda faqat lozim fe'llar keladi, mutaaddi kelmaydi. Nadufa yandufu nadafatun fa'alatun vaznida kelyapti. Endi kasb, hunar va xulq atvorga dalolat qilgan fe'llar masdari ko'pincha fi'alatun vaznida kelar ekan. Bu qarang, oldimizda 4 ta, mana 5 ta vazn bo'ldi. Kasb, hunar va xulq atvorga dalolat qiladigan fe'llar ko'pincha qaysi vaznda kelar ekan? Fi'alatun vaznda kelar ekan. Oltini yozaylik. Fi'alatun. Masalan qaranglar. Ziroatun dedi. Ziroatunda fe'li nima bo'ladi? Fe'lini kim aytadi? Zaroa, yazra'u, ziroatun. Zaroa, yazra'u, ziroatun. Ziroatun. Zaroa, yazra'u, ziroatun. Bu ham hunarga kiradi. Qaranglar. Ikkinchi misol. Tijoratun, savdogarchilik qilmoq. Tijoratun. Fe'lini kim aytadi shuni fe'lini? Tajara yatjuru tijoratun yoki tijaratan bo'laveradi. Tajara yatjuru tijaratan. Hiyakatun. Nima degani ma'nosi? To'quvchilik qilmoq. Bular hammasi nimaga dalolat qilyapti? Kasb, hunarga. Kasb, hunar. Ekin-tekin ekish ham, tijorat qilish ham, yoki hiyakatun degan nimada? To'quvchilik, bu ham kasb, hunar. Kasbda bu. Mozisi haka yahuku. Hiyakatun. Haka yahuku. Hiyakatun. Xiyanatun. Xiyanatun nima? Xoinlik qilish. Xoinlik qilmoq bu nima? Xulq atvorga kiradi. Xoinlik qilish. Demak, xulq atvorga da'vat qiladigan fe'llarda masdari ham ko'pincha nimada kelar ekan? Fi'alatun.
Bu yerda xiyanatun dedi. Xona yahunu. Xiyanatun. Firosatun. Firosatun. Farosatli bo'lmoq. Firosatun farosatli bo'l. Bu ham nimaga kiradi? Xulq atvorga kiradi. Firosatun. Mozisi farosa yafrisu. Mastari firosatun bo'lsa, shu nima ma'nosida? Farosatli bo'lmoq. Farosatli nima? Farosatli bo'lmoq. Ammo farosa yafrisu farsun mastarda kelsa, unda ovlash ma'nosi bor. Ovlamoq. Endi ovoz va qichqiriqqa dalolat qilgan fe'llar mastari fualun vaznida va fa'ilun vaznlarida keladi. 7 va 8 qilaylik ya. 7 va 8. Ovoz va qichqiriqqa dalolat qiladigan fe'llar vazni nimada? Fualun yoki fa'ilun. Fualun yoki fa'ilun. Fa'ilun. Fualun yoki fa'ilun. Ikki bitta. 7-8. Misol. Surahun. Nima degan surahun? Qichqirmoq. Surahun qichqirmoq. Mozisi nima bo'ladi? Saraha yasruhu surahun yoki sorihun. Qichqirmoq. Bukaun. Bukaun. Mozisi baka yabki. Buka. Bu ham yig'lashdi. Ovoz va qichqiriqqa dedik-ku. Misol zairun. Zairun nima? Bo'kirmoq. Bo'kirmoqda bo'kirish degan bilasizlar-a? Bo'kirish. Masalan, za'arol asadu desak. Sher bo'kirdi. Shundaymi? Demak, za'ara muzorisi nima bo'ladi? Yaz'aru zairun. Za'ara yaz'aru zairun demak bo'kirdi degan ma'nosi bor. Oxirgisi aninun ingramoq. Aninun ingraydi masa kasallar. Ingrash. Uni ingrash deydi o'zbek tilida. Aninun ingram. Uni mozisini kim biladi? Aninun. Ha? Qaranglar. Aninun anna. Qaysi vaznda? Anna. Kim topadi? Ha? Anna aslida qaranglar. Anana. Fa'ala vaznida. Nima qo'rgan? Mudorisini kim aytadi? Ha? Ha. Ya in nu. Ya in nu. Ya innu. Asli nima bo'lgan? Biz qaraylik, vaznga solaylik. Qaysi? Yaf ay lu vaznga solamiz. Yaf ay lu. Qarang. Ananani solinglar-chi. Ya ninu. Ya ninu. Chunki kalimani mana mudoriyat harfi o'zi keladi. Kalimani fosi hamza. Mana hamza kalimani fosi. Kalimani ayni esa nun. Ya kalimani ayni nun, birinchi nun, lam esa ikkinchi nun. Mudoaflarda.
Demak, qaranglar, nima bo'lar ekan? Ya ni nu. Ya ni nu. Qaysi vaznda? Yaf'ilu vaznida. Yaf'ilu bor. Endi mana mudoafni birinchi harakatini bunga olib beramiz. Shundaymi? Hamzasini nima uchun olib beramizda, mana bunga idg'om qilib olamiz. Nima bo'ladi? Bir-biriga kirishib olamiz. Kirgizib olamiz. Ya'ni hali o'tamiz inshaalloh. Sizlar bilmasliklaring aniq, chunki hali o'tmagansizlar. Shundaymi? Demak, anna ya'innu. Mastari aninun. Nima ekan ma'nosi? Ingramoq. Demak, o'tdik. Fualun va fa'ilun vaznlarini o'tdik. Fualun va fa'ilun vaznlarda ovoz va qichqiriqqa dalolat qiladigan fe'llar mastari kelar ekan. Endi qaranglar. Beto'xtov va tinimsiz harakatga dalolat qilgan fe'llar mastari fa'lanun va fa'alun vaznida kelar ekan. Oldimizda 8 bo'lsa 9. Qaysi vazn? Fa'lanun fa'lanun va 10-si. Fa'ilunmi? Fa'alun. Bu yoqda ham keldi fa'alun bitta. Bu yerda ham bitta keldi fa'alun. 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 Bu ikkita keldi bu yerda. Qaranglar. Beto'xtov va tinimsiz harakatga dalolat qilgan fe'llar mastari fa'alanun. Menga xato yozibsiz. Fa'alanun ekan. E'tibor beringlar. Fa'alanun va fa'alun vaznida. Fa'alanun va fa'alun vaznlarida keladi. Masalan, qaranglar. G'olayanun. Nima degan g'olayanun? Qaynamoq. Beto'xtov tinimsiz harakatga. G'olayanun. Mozisi g'ola yag'li. G'olayanun. Nazawanun. Irg'imoq. Irg'iganda ham beto'xtov harakat qiladi-ku, irg'iydi. Nazawanun. Mozisi naza yanzu. Nazawanun. Harobun. Harobun degan nima degan? Qochmoq. Harobun. Bu ham beto'xtov harakatga dalolat qilyapti. Haroba yahrubu. Bu harobanun vazni ham keladi. Fa'alanun vaznida. Harobun vazni ham keladi. Hurubun vazni ham keladi. 3 ta mastar bor. Harobun. Chunki fu'ulun vaznida kelgan haroba mutaaddimi lozimmi? Haroba yahrubu. Nechinchi bob? Ikkinchi bob. Ikkinchi bob so'rash. Bu lozim bo'lganligi uchun fu'ulun vazni ham keladi. Beto'xtov harakatga dalolat qilganligi uchun harobanun vazni ham keladi, harobun vazni ham keladi. Tushundilaring? Talabun. Nima degani talabun? Qidirmoq. Men hozir bo'lsa tinmay qidiradi-da, harakat beto'xtov, ya'ni to'xtamasdan harakat qiladi. Talaba yatlubu. Talabun. Ana 10 ta bobni o'rgandik. Demak, birinchi bobimiz qisqacha takrorlab qo'ysak, bolalar, birinchi bobimiz fu'ulun vazni. Sulosiy mujarratni mozisini ayni fathali bo'lgan 3 bobda kelgan lozim fe'llar mastari ko'pincha fu'ulun vaznida keladi. 4-chi fa'ila yaf'alu bobida kelgan lozim fe'llar mastari fa'alun vaznida keldi. To'rala bobda kelgan mutaaddi fe'llar fa'alun vaznida keldi. Bunga misollarda o'tdik. 6-bob fa'ula yaf'ulu bobida kelgan, fa'ula yaf'ulu bobida kelganlarda mastari nimada keldi? Fu'ulatun yoki fa'alatun vaznida keldi. O'zi 5-bob keltirmadi. Chunki
u bobda o'zi ko'pincha qotgan jomid fe'llar keladi-da. Ya. Masalan naima shunga o'xshagan qotgan ko'p masdari yo'q fe'llar keladi. Bunga alohida o'tamiz inshaalloh. Fi'alatun vaznida kasb hunarga va xulq atvorga tegishli bo'lgan fe'llar masdari nimada keldi? Fi'alatun vaznida ziroatun, xiyanatun, hiyakatun deb keldi. 7-8 boblarda qichqiriqqa dalolat qiladigan fe'llar masdari, ovoz va qichqiriqqa dalolat qiladigan fe'llar masdari fualun yoki fa'ilun vaznlarda keldi. 9-si fa'alanun beto'xtov tinimsiz harakatga qilinadigan fe'llar masdari qaysi vaznda keldi? Fa'alanun va fa'alun vaznida keldi. Qiyinchilik bormi bolalar? Qiyinchilik yo'q. Tushunmovchilik bormi? Tushunmovchilik umuman yo'q. Alhamdulillah. Endi mashqqa o'tamiz bolalar. 14-mashq. Quyidagi fe'llarni yod oling va tuslab bering. Thaqula muzorisi nima bo'ladi muzorisi? Thaqula muzorisi nima uchun? Bo'l, bitta. Dammali. O'ylanmanglar. Birdan aytinglar. Demak, thaqula yasqulu thaqalatun. Og'ir bo'lmoq. Endi buni tushunib bering deyapti. Daftarlaringga yozasizlar. Thaqula 14 suratda kim tushunib beradi? Qani? Saqula, saqulu, saqulat, saqulata, saqulna, saqulta, saqulta, saqultuma, saqultum, saqulti, saqultuma, saqultunna, saqultu, saqulna. Yaxshi. Yasqulu, Yasqulu, yasqulani, yasquluna, tasqulu, tasqulani, yasqulna, tasqulu, tasqulani, tasquluna, tasqulina, tasqulani, tasqulla, asqulu, asqulu. Ikkinchisi, rafa'a muzorisini kim aytadi? Rafa'a yarfa. O'ylamang. Nima uchun? Chunki kalimani ayni nima? Bo'g'iz harflaridan. Hamza ha, ayn, ha, g'ayn, xa. Mana shu harflardan. Rafa'a ko'tarmoq degan. Rafa'ani kim tushunib beradi? Xuddi shunaqa daftarga yozasizlar, men tek ko'raman. Xoda'a, yaxda'u, xod'un. Xoda'ani ham tushlaysizlar, aldamoq. Ra'ina, yar'anu, ru'unatun. Aqlsiz bo'lmoq, buni ham tushlaysizlar. Xorisa, yaxrasu, xarasun. Avval buni muzori qaysi bobdaligini bilasizlar. Sulosiy mujarrad 6 bobini qaysi? Uni qanday bilamiz? Lug'at kitobdan, annaymdan qaraysizlar. Xorisa, yaxrasu, xarasun, go'ng bo'lmoq. Zamara, yazmuru, yazmiru bo'lib keladi. Tushundinglarmi? Yazmuru, yazmiru bo'lib keladi. Zamirun, nay chalmoq. Buni ham tushlaysizlar. Tara, yatiru, tayronun, uchmoq. Buni ham nima qilasizlar? Tushlaysizlar. Ko'raman. Ayniqsa toroni so'rayman sizlardan. Dabara, yadburu, duburun, o'tmoq, yo'q bo'lmoq degan ma'nosida. Mana. Masjidda darsimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Shu yerda to'xtatamiz darsimizni. Keyingi darslarda mustaqil o'qish yana bor ekan. فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.